Assalomu alaykum hammaga. Tak biz ishimizni boshladik. Xudo xolasa bu yerda malyarni ishlarimiz davom etadi. Birinchi kuxni rang bo'ladi, shpaklyovka. Shpaklyovkasini cho'tga tortib rang berib beramiz. Kirgan joy orqa tomondan kirgan yer bu. Bu yerga shpaklyovka tortib ob'oy uramiz, xudo xolasa. Bu xonamizga bugun ertaga pesh quriladi. Peshdan keyin shpaklyovka ob'oy bo'ladi bu. Uyning oldi tomonidan kirgan joy. Kirgan yer bu ob'oy bo'ladi bu ham xudo xolasa. Shpaklyovkalarni tortib ishlarimizni ko'rsatib, cho'tga yetib ishlab Instagramdan ko'rib turgan ekan. İşlerimizni ko'rsatib beramiz, xudo xolasa cho'tga yetib chiqarib beramiz. Patologlar ham cho'tga ekan, patologga yarasha tomon yetib ishlab beramiz.